Do'stlar, bugun sizlarga Seul markazida joylashgan DDP, ya'ni Dongdaemun Design Plaza binosini tanishtiraman. Sizlarga endi ikki misra Beethoven asarlaridan chalib beraman. Isitgichlar qo'yilgan, mana qo'llaringizni bilan isitib, bu yerda isitib olishingiz mumkin. Bu ko'rgazmaning nomini men Bog'dan tog'dan deb nomlagan bo'lardim. $60 atrofida ekan. Mana bu esa mana binoning tashqi tomondan ko'rinishi, mana shu chorrahaning narigi betida turgan bino, o'sha noodatiy ko'rinishga ega bo'lgan bino hisoblanadi. Mana bu asosiy zali ko'rinyapti va narigi tomonda davomi ham bor. Hozir mana bino tomonga o'tdik. Binoning kiraverishida mana bu yerda mana xaritasini, chizmasini qo'yib qo'ygan. Bunda mana binoning tuzilishini ko'rishimiz mumkin. Bir ta'riflab bo'lmaydigan qanaqadir bir noodatiy dizaynga ega bo'lgan bino. Rostdan ham tepasida mana yashil hududlari bor va mana bu yerda qanday qulayliklar borligi yozib o'tilgan. Mana shu yerda. Demak, kirishni boshlaymiz. Mana o'zi kirib borishimizdanoq o'z bino noodatiy dizaynligini bilishimiz mumkin. Mana shu yerdan kirib boramiz. Bu yon tomonlari. Bugun havo sovuq, lekin mana bu yerda meni yozib qo'yishlar Seoul Light DDP, ya'ni bu yerda mana shu binoda devorlarida doim har xil festivallar bo'ladi. Ya'ni mana shu bir marta bu haqda ham video olganman. Mana shu kanalimizda, O'zbeklar kanalida 1-2 oy oldin qo'yilgan video bor. Unda mana shu Dongdaemun Design Plaza binosida bo'lgan festivalni to'liq videosi bor, o'shani ham ko'rishingiz mumkin. Qiziqqanlar bo'lsa, mana bu demak alohida kirish tomoni, bu alohida kirish tomoni. Qaysi birigadir hozir kirib boshlaymiz. O'ng tomondan boshlaymiz. Mana bu D2, ya'ni bu nima ekan? Design Lab deb qo'yibdi. Demak, bu dizayn laboratoriyasi. Mana shu yerga kirib boramiz. Demak, bu yerda DDP showroom bor ekan. Bu DDP showroomga kirishni boshlaymiz. Mana kirishni boshladik. Bu yerda mana ko'rgazmalar har xil boshlangan ko'rsatish. Bu yerda mana bolalar o'ynayapti. Bu tomonda endi yangi yil munosabat marchi ham qo'yib qo'yibdi. Bu yerda qanaqadir foto zonlar bor ekan. Va mana bu tomonda esa dam olib shu tomosha qilib o'tiradigan joylar bor ekan. Bu yerda esa katta bir o'yinchoq turibdi. Mana bu yerdan tepaga ko'tarilish, birozdan ko'tarilamiz. Xo'p, mana bu yerda esa dam olib o'tiradigan joylar, mana dam olib o'tirishibdi. Mana bu yerda bir yo'la uxlashyaptimi, bilmadim, mana yotishibdi, uxlaydigan, yotadigan joylar bor ekan. Biz to'g'ri o'tib ketamiz. Ko'rib turganingizdek, binoning ichi ham noodatiy dizaynga ega. Mana binoning ichidagi ustunlarni ko'ring, umuman bir noodatiy dizayn. Hamma tomoni mana bu yerda tepalari ham, hattoki o'sha shift qismlari ham noodatiy dizaynda ekanligini ko'rishingiz mumkin. Mana bu yerda esa mana bu ustun turibdi. Mana ustunga, yumaloq ustunga mana monitor o'rnatgan. Shuning uchun mana aylanib nimadir namoyish qilyapti. Ko'rishingiz mumkin. Hattoki mana shu binoning ichidagi mana dam olib o'tiradigan mana bunday o'rindiqlar ham bir noodatiy dizaynda ko'rib turibsizlar. Turburchak mana bu balandlarga juda bir noodatiy dizaynda turibdi. Xo'p, mana bu yerda yana bir narsa ko'rinyapti. Shuni ham rasmga olamiz. Bu yerda mana bilmadim nimani haykalchasi. Xullas, mana bu yerda shunaqa bir san'at asari bor ekan. Bu yerda esa kubik. Bu yerda esa bayramga oid narsalar. Bu yerda esa Lifestyle of Seoul. Seulning lifestyle hayoti deyapti. Bu yerda demak foto zonlar bor ekan, rasmga tushish, videoga tushish uchun joylar bor ekan bu tomonda.
Mana bu tomonda ham xuddi shunaqa mana rasmga, fotoga tushish joylari bor ekan. Bu tomonda ham mana rosa ham zo'r joylar bor ekan. Bu yerda mana o'zini kiyimlari bor ekan. Bu yerda tavsiya qilingan kiyimlar. Mana bu yerda ham juda zo'r foto zona bor ekan. Xullas juda ham ajoyib. Mana bu yerda mana o'sha foto zonalar davomi. Bu yerda demak qizaloqlar uchun ekan. Foto nuqtalar juda ham ko'p ekan. Mana bu yerda mana namunalar ko'rsatilibdi. Bu yerdan chiqib ketamiz. Xo'p, boshqa tomonlarni aylanamiz. Bu yerda chiqdik. Juda ham ko'p. Mana bu yerdan tashqariga chiqib ketsa bo'ladi. Mana binoning davomi ko'rinyapti. Bu tomonda esa mana tepada ham noodatiy kitoblardan, nima qilingan kitoblardan juda ham chiroyli san'at asari yaratib qo'yilibdi. Bu yerda do'konlar berk ekan. Bu yerda monitorlar. Xo'p, endi biz yana davom etamiz. Xo'p, biz demak hozir mana bu showroomga kirib chiqdik. Endi bu tomonlarga ham borib keldik. Endi mana bu yerda yana bir tomosha qiladigan showroom bor ekan. Bir kirib ko'ramiz, aylanib. Qani bu yerda nimalar bor ekan? Bu yerda bilmadim bu nimalar ekan. Go'zallik vositalariga o'xshayapti. Shunaqa ekan. Mana go'zallik har xil vositalari bor ekan. Demak mana bu yerda ham o'sha go'zallik vositalari sotadigan do'konlar bo'lsa kerak. Bu tomon ham shunaqa. Mana bu tomonlar ham shunaqa ekan. Endi bu narsalar bizga uncha qiziq emas. Masalan, mana taxminiy narxlarni ko'rib qo'yishingiz mumkin. Bo'ldi, endi biz binoni tark etamiz, chiqib ketamiz. Chiqib ketishda mana shu oyoq tagida mana shu narsa bor ekan. Mana bosganda ovoz chiqadi. Hop, yana binoni o'rtasiga chiqdik. Mana biz kirib kelgan yo'l bu tomon. Ko'cha tomondan kirib kelgan yo'limiz. Hop, bu yerda mana bu yerda yana bitta muzey bor ekan. Mana M3 muzey. Hozir bunga ham kirib ko'ramiz. Biz hozir mana bu D2dan chiqdik. Mana bu tomonda ham hali davomlari bor. Demak, biz hozir mana bu muzeydan boshlaymiz. Qani muzeyda nimalar bor ekan? Hop, muzeyga kirishni boshladik. Bu yerda har xil ko'rgazmalar, ma'lumotlar, muzeyning asosiy qismi esa mana bu yerdan boshlanar ekan. Bu yerda esa demak pastda ham bor ekan, pastga keyinroq tushamiz, tepaga ham keyinroq chiqamiz. Demak, muzeyga kirdik. Mana muzeyning bir tomoni hamda bu tomondan boshlaymiz. Bunday balandlikka ko'tarilib ketyapmiz. Hozir mana ko'rib turganingizdek, mana balandlikka qarab chiqib ketyapti binoning ichida. Muzey degan uchun mana bu qanaqadir san'at asarlari, ko'rgazmalar bo'ladigan haqida ma'lumotlar bor ekan. Mana bu yerda nima ekan bu? Bu menimcha o'sha koreys tilini o'sha o'rta asrlarda 16-15-asrlarda bo'lgan shakli oldin shunaqa yozilgan. Yana mana shunaqa pastga qarab yozilgan. Hozir esa boshqacha yoziladi. Haqiqiy muzey atmosferasi, noodatiy eksponatlar ko'rishingiz mumkin. Biz endi hozir vaqtimiz kamligi uchun tez-tez ko'rib o'tib ketyapmiz. Bu yerda ham o'sha yozuvlarni ko'rishimiz mumkin. Xo'sh, yana davom etamiz. Bu yerda o'sha zamonaviy san'at asarlari ham bor ekan. Demak, mana bulardan bilishimiz mumkin. O'sha Koreyaning qadimiy eksponatlarini ham tomosha qilishingiz mumkin ekan. Mana yerda 2-qavatda deb yozyapti. Qarab ketyapmiz, davom etdik. Hozir ancha ko'tarilib keldik va bu yerda demak mana bu eksponatlar, ko'rgazmalar boshlandi. Demak, shularni videoga olaman hozir birgalikda tomosha qilamiz. Koreyslarning mana qoshig'i va ovqatlanadigan cho'kkaraklari. Bu yerda maxsus yasalganlar bor ekan. 43 ming deb, $40 atrofida ekan. Qo'l bilan tekkizmay deb qo'yibdi. Demak, bu yerda muzeyda sotib ham bor ekan. Demak, mana bunaqangi ko'rib tursa, Koreyaning o'sha qadimiy bezaklari, qadimiy haykalchalari aks etgan buyumlar mana $15, $20 mana shu atrofida sotilar ekan. Mana bu yerda 6 ming va ya'ni bir $4 atrofidagi kichkina eksponatlar ham bor ekan. Demak, mana bu yerda mana qadimiy nimalari, choynak, shunaqa oshxona anjomlari ham bor ekan. Bu yerda kiyimlar sotuvchi ham bor ekan. Mana bu kiyimlar bu yerda 74 ming won, ya'ni bir $60 atrofida ekan. Mana bu yerda qiziq narsa bor ekan. Ya'ni zamonaviy
axborot oladigan mana bunaqa qurilmalarni xuddiki yog'ochni o'yib joylab qo'ygandek joylashtirishgan ekan. Mana ko'rib turibsiz. Tashqi nimasini yog'ochdan qilgan ekan. Hozir mana bu tomonda ranglar ko'rgazmasi bo'lyapti ekan. U yerga ham kirib ko'ramiz. Xo'p, hozir o'sha ranglar ko'rgazmasi degan tomonga yuryapmiz. Mana ko'rib turibmiz. Binoni butun yo'laklari o'sha ranglar bilan qoplangan. Shu yerga qarab kirib ko'ramiz. Demak, bu binoning ichi shunaqa qilingan ekan. O'sha ko'rgazmalarga kirish balandlikka ko'tarilib borish bilan boryapti. Hozir mana ko'tarilib ketyapmiz. Demak, mana bu ko'k rangdagi san'at asari tugatadi. Endi mana bu qizil rangdagi san'at asari boshlandi. Menimcha shunaqa. Mana shu ham bir qanaqadir san'at asari. Mana shu ko'rib turgan va biz hozir ichidan o'tib ketyapmiz. Qizil rangdagi san'at asari. Demak, endi keyingisiga boramiz. Ranglardan iborat bo'lgan ko'rgazma ekan. Hozir biz mana 3-chisiga, ya'ni sariq rangli ko'rgazmaga keldik. Buni ham ko'ramiz. Mana bu sariq nur, o'sha hammasi mana shu bir joyga qadalgan. Endi bunda bir o'sha san'at egalari qanaqadir mazmunni, mohiyatni nazarda tutgan bo'lishi mumkin. Biz esa keyingi ko'rgazmalarga o'tishda davom etamiz. Bu yerda zo'r narsa bor ekan. Mana bu tepada mana bu nur orqali tushib, polda zo'r narsani yaratyapti. Ya'ni qaysi tomonga yursangiz, qaysi ko'rgazmaga borasiz, shuni mana shu yerda nur orqali tushirib yo'naltiryapti. Ya'ni bu ikkinchi qavatga chiqmoqchi bo'lsangiz bu yoqqa yurasiz, birinchi qavatga chiqmoqchi bo'lsangiz bu yoqqa deb yozib qo'yapti. Biz yana davom etamiz. Sizga boya hozir ko'rgazmadan ko'rib kelyap turgan payti ko'tarilib ketyapmiz deb o'yladim-ku. Boya zina orqali o'sha minus birinchi qavatga tushgandim. Hozir yana o'sha birinchi qavatga chiqib qoldim. Demak, bir qavatdan ikkinchi qavatga mana shunday tekis ko'tarilib borish bilan binoni shunaqa qurgan ekan. Ya'ni birga zinadan tushdimda, ikkiga mana shu ko'rgazmani ko'rib, yana qaytib o'sha joyimga kelib qoldim. Demak, yana iji-biji binoda yana mana shu yerda safarimizni davom ettiramiz. Endi mana ikkinchi qavatga chiqyapman. Mana shunaqa zinalar orqali ikkinchi qavatga ko'tarilyapman. Mana bu zinani ahvolini qarang. Qanaqa qurgan, binoni o'zi juda bir qiyshiq holatda deymizmi? Endi qiyshiq emas, san'at asari-ku, lekin juda ham bir mana bu chekkalari ham bitta qaraganda o'sha qiyshiq holatda qurilgan. Xo'p, mana ikkinchi qavatga chiqyapmiz. Demak, endi tushunishimcha, shu ko'rgazmani ko'rib bo'lgandan keyin birinchi qavatga yana o'zi aylanib tushib qolamiz. Xo'p. Zina orqali ikkinchi qavatga chiqdik. Bu yerda yana san'at asari turibdi. Bu yerda monitorlar. Bu yerda demak monitor turibdi. Mana ikkinchi qavatga kirdik. Xo'p, mana bu yerda shu Seul, ya'ni Koreya ramzlari ishtirok etgan san'at asarlari bor ekan. Mana ko'rib turibsiz. Seul. Demak, Seul, bunisi ham Seul, hammasi o'sha Seulning o'sha milliyligini ko'rsatuvchi san'at asari ekan bu tomon. Xo'p, mana bu yerda esa galereya bor ekan. Kirib ko'ramizmi bu yoqqa ham? Bu yerda tushunmadim galereyada mana yerda ajoyib qoshiqlar ham bor. Tepada esa qanaqadir stollar ham turibdi. Yoki bo'lmasam mana bu yerda eski o'sha IBM kompyuteri ham turibdi bu yerda. Bu yerda oshxona jihozi ham turibdi. Oshxona jihozini oldiga qaychi turibdi. Demak, bu yerda soatlar, mana bu yerda esa telefonlar ham bor ekan. Bu menimcha juda ham qadimiy emas, mana iPhone'da oldinroq chiqqan versiyalari, Samsung telefonlar. Bu yerda naushnik quloqchinlar turibdi. Lekin mana bu nimalar eski lekin haqiqatdan mana bular eski. Bu yerda yangi mahsulotlar ham bor ekan. Mana bular eski lekin. Mana bular endi haqiqiy mana Macintosh deyapti. Bu Macintosh brendi haqiqatdan eski brendlar. Mana Macintoshda eski o'sha mana Macintosh kompyuterlari. Bu tomonda mana eski o'yinlar bor ekan. Hozir bu tomonga o'tib ko'ramiz. Bu yerda mana eski qadimiy kalkulyatorlar bor ekan. Bu yerda kameralar, eski o'yinlar bor ekan. Xo'p, bu yerda mana bu ko'rib turibsiz soatlar. Umuman, bu nima nomini, bu ko'rgazmaning nomini men bog'dan tog'dan deb nomlagan bo'lardim. Qarang, bu yerda kameralar keldida,
Yana oshxona jihozlari boshlandi-da. Ha, mana bu yerda Coca-Cola'ning mana oldingi brendlari, mana bu yerda arabcha yozilgan Coca-Cola ham bor ekan, ko'ryapsizlarmi? Mana bu yerda. Mana bu yerda boshqa tilda yozilgan. Mana bu yerda koreys tili va ingliz tilida yozilgan Coca-Cola bor ekan. Bu yerda esa ruchka, mana oldingi ruchkalar, ha, bu oldingi ruchkalar, bu mana O'zbekistonda ham bor edi, bambu ruchkalar. Bu yerda esa suv sepadigan jihozlar. Keyin yana har xil bolalarning o'yinlari, mana bu eski nimalar, mana oldin uyda bo'lardi. Xullas, zamon va tarix uyg'unligi aks etgan ko'rgazma ekan. Bu yerda mana eski, mana uydagi turadigan telefonlar bor ekan. Vau. Bu yerda kartalar. Kim nima topsa olib kelib qo'yavergan muzey ekan bu turishidan. Yana oshxona jihozlari boshlandi. Oshxona jihozlaridan yana qanaqadir bu yerda instrument, tepada mana stullar. Xullas ajoyib ekan. Biz keyingisida ko'rishda davom etamiz. Mana ichkaridagi bog'dan tog'dan deb nomlangan ko'rgazmani ko'rib chiqdik. Endi esa yana bu tomonga qarab ko'rgazmani davomini ko'rishda davom etamiz. Yana o'sha Seulni har xil milliy tomonlarni aks ettirgan Hangang Seul ko'rgazmalarini boshladik. Mana hozir o'sha ikkinchi qavatdan yurib kelib, yana qayergadir kelib qoldim. Bu yerda esa o'sha oldingi avtomobillarning birinchi avlodlari bo'lgan mana bunaqangi g'ildirakli, 3 g'ildirakli mashina bor ekan. Mana bu yerda menimcha bu bolalarga oid ko'rgazma zali ekan, lekin hozir berk ekan, lekin juda ham chiroyli ekan. Kira olmaymiz. Ozgina bu tomonlarni ko'ramizda. Demak, bu yerda hamma yoq berk bo'lsa, bu yerdan chiqib ketasiz. Mana eshikda qarang. Bino qiyshiqligi uchun, bino mana bunaqangi qurilganligi uchun eshiklar ham ko'ryapsiz, yotiq holatda qurilgan. Mana odam kirib kelishini ko'rasiz. Eshiklar ham yotiq holatda qurilgan ekan. Mana shu yerdan hozir endi biz tashqariga chiqib ketamiz. Mana eshiklarni ko'rishingiz mumkin. Deyarli mana shunday 45 gradus holatda qurilgan. Mana biz kelyapmiz, o'zi ochiladi. Mana bu eshik ham ochilsa, biz tashqariga chiqib ketamiz. Biz 3-chi yoki shunaqa qavatga chiqib qolibmiz. Mana bu tomondan bilishimiz mumkin. Pastda odamlar yuribdi. Biz chiqqan joydagi odamlar ancha pastda joylashdi. Demak, biz bir 3-chi qavat holatiga ko'tarilganmiz. Xullas, boya aytganimdek, men ham bu binoga endi birinchi marta kirib ko'rdim, lekin shunday qurilgan ekanki, masalan, mana birinchi qavatga kirganingizdan keyin mana shunday aylana shakldagi binoni ko'rishingiz bilan siz ikkinchi qavatga ko'tarilib qolar ekansiz. Umuman zina foydalanmagan holatda va yana tomosha o'sha muzeylarni ko'rishda davom etsangiz, yana o'sha aylanib ko'rish davomida o'sha balandlikka chiqib turganingizni sezasiz, 3-chi qavatga ko'tarilib qolasiz. Mana shunaqa qilib, umuman zinadan foydalanmagan holatda o'sha tepadagi qavatlarga chiqib ketaverasiz ekan. Bino o'zi shunaqa qurilgan ekanda, dizayni. Juda ham ajoyib ekan. Haqida ma'lumot beruvchi doska bor ekan. Bu yerda mana binoni qancha qurilganligi, nimalar qulayliklar bor haqida mana broshuralar bor ekan. Mana binoni tashqi ko'rinishini mana bu yerda ko'rishingiz mumkin ekan. Mana bu yerda A zal, mana M zal hamda D zal, ya'ni 3 ta asosiy zaldan iborat ekan. Mana bu yerda turibdi. 3 ta o'sha zaldan iborat bo'lgan deyapti. Keyin bu yerda ko'rishimiz mumkin, mana 5800 tonna po'lat ishlatilgan ekan, hamda 45133 dona panel ishlatilgan ekan. Mana bu yerda ko'rib turibsizmi? Har bir mana bittasi bitta panel. Mana shu paneldan 45133 ta ishlatilgan ekan. 5800 tonna po'lat ishlatilgan. Mana muzeylar, art hall, dizayn laboratoriyalari, har xil DDP bozorlari bor. Demak, bozorchasi ham bor ekan buning ichida. Xullas, mana shu bino haqida ko'rishimiz mumkin. Bu yerda yana bitta qiziq narsa bor ekan. Mana bu yerda bino haqida tasavvurga ega bo'lishingiz uchun juda ham zo'r chizma bor ekan. Ya'ni mana bu yerda binoni maketi bor ekan desak bo'ladi. Mana binoning tepa tomonlari, mana binoning qanaqa ko'rinishlari, yana binoning ichki qismini qanaqa qurilganligini mana shundan ko'rishimiz mumkin. Binoni o'sha arxitektori deymizmi, o'shasi asli kelib chiqishi iroqlik bo'lgan, lekin britaniyalik Zaha Hadid tomonidan, o'sha kompaniyasi tomonidan qurilgan. Xuddi o'sha Zaha Hadid kompaniyasi hozir O'zbekistonda qanaqadir Toshkentda markazda bir bino quryapti. Juda ham kuchli
arxitektor hisoblanadi. Dunyodagi eng noodatiy dizaynga ega bo'lgan binolarning muallifi o'sha Zaha Hadid hisoblanadi. Mana shu binoni ham o'sha Zaha Hadid loyihasini chizgan hisoblanadi. Hozir aytib o'tgan ma'lumot mana bu yerda ham yozilgan ekan. Bu yerda mana Zaha Hadid, ya'ni UK deb qo'ygan, United Kingdom. O'sha Birlashgan Qirollikda nomidan ishtirok etadi, lekin asli kelib chiqishi Iroqlik bo'lishi kerak. Xo'p, hozircha aylanganimiz bo'ladi. Endi tashqariga chiqamiz. Mana shu eshiklardan chiqib, mana tashqariga chiqsak, mana musiqa boshlangan, demak, o'sha har kuni kechki payt bo'ladigan ranglar festivali boshlangan ekan. Mana bu binoni o'sha tashqi fasadida mana ko'rib turganingizdek, mana ranglardan iborat tomosha boshlangan. Tashqarisiga chiqdik binoni. Bu yerda o'sha rang musiqa festivali boshlandi. Shuning uchun ovoz shovqin. Bu yerda mana mana pianino bor edi. Bu hozir kechqurun bo'lgan hech kim chalmayapti ekan. Doim ochiq turadi. Kimdir o'tgan ketgan odam o'sha pianinoni chalib o'tirgan bo'lardi. Mana bu yerda esa kechki mana do'konlar tashkil qilinibdi. Mana bu yerda sizlarga bir narsani ko'rsataymi? Mana buni qaranglar. Hozir ko'rsataman. Mana bu yerda shunaqangi bir nimalar qo'yilganki, mana kechqurun havo sovuq bo'lganligi uchun tashqariga pechka qo'yilgan desak bo'ladi, isitgichlar qo'yilgan. Mana qo'llarimizni bilan isitib, bu yerda isitib olishimiz mumkin. Ya'ni kechqurun aylanganingizda qo'lingiz sovqotib qolgan bo'lsa, bepul mana hattoki tashqariga shunaqa isitgichlar tashkil qilingan. Zo'r ekan-a? Xo'p, isitgichda qo'limizni isitib oldik. Bu yerda mana food trucklar tashkil qilingan ekan. Mashina orqali turli Koreya shirinliklarini sotadigan do'konlar tashkil qilingan ekan. Tomosha bo'lib turgan tomonga boramiz. Mana hozir o'sha boya aytgan pianino oldiga keldik. Xo'p, sizlarga endi ikki misra Beethoven asarlaridan chalib beraman. Bitta qo'lim bandlik qildi, bitta qo'lim telefonni ushlab turibdi. Bo'lmasam Beethoven asarlaridan zo'r chalib berardim. Mayli, endi keyingi safar.